En büyük Martin screensaver. Leksimizi davamlaştırmaya hürmetli vatandaş. Endiki mavzudun birinci ise 2001 yıl 6. ayının 22. günü. Tarihta tunji qatim Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat Majlisi Avam Palatasi qonun loyiha o'tirib qo'yib, Jungo Kompartiyasining mol-mulkini to'g'natishni talab qildi. Mavzuli xabar 6 ayning 21 kuni Buyuk Iroq orbitida e'lon qilindi. Xabar bunday boshlandi. Davlat Majlisi Avam Palatasining a'zosi Ann Wagner 6 ayning 19 kuni bunday ko'rsatdi. Jungo 2005 yil imzolangan xalqaro shartnomaga xiloflik qildi. Shunlashqa buningga javobgar bo'lishi kerak. Amerika xalqining yuqumli virus bilan tortgan ziyon zahmatlariga to'lam to'lishi kerak. Amerika Qo'shma Shtatlar shu yer vaqtda 6 ayning 19 kuni Avam Palata a'zosi Ann Wagner bunday ko'rsatdi. Jungo Kompartiyasi yuqumli virusning kelishman bilan yo'shirishga urinyapti. Bunday urinish 2005 yili imzolangan cheklash kuchga ega bir partiya shartnomaga xiloflik qilganlikda. Bu shartnomada Amerikaning Jungo Kompartiyasi embargo yurgizishga yo'l qo'yilgan hamda Jungo Kompartiyasining Amerikadagi mol-mulkini to'ng'iltishga, bu orqali yuqumli virusning ziyonkashlik uchirg'uvchilariga to'lam to'latib olishga yo'l qo'yilgan edi. Wagner Amerika televiziyatori Ovanning ziyoratini qabul qilgan yuqoridagi fikr bayon qildi. Wagner xonim hozir Davlat Majlisida Amerika to'lam qonunini yo'lga qo'yib. Agar bu qonun loyiha ma'qullangan bo'lsa, tunji bo'lib Jungo Kompartiyasining iqtisodiy jihatdan mas'uliyatini surishta qilishga bo'ladi. Wagner bunday ko'rsatdi. Jungo Kompartiyasi sistemlik va maqsadli holda xato yetaklab, yuqumli virus to'g'risidagi ajalli uchurlarni burmiladi. Yo'shirdi. Uchurlar vaqtida yetkazilgan bo'lsa, yuqumli virusning oldini olg'ili bo'ladi. Jungo Kompartiyasining qilgan etganlari bevosita xalqaro qonunlarga xiloflik qilishdir. Wagner xonim bunday ko'rsatdi. 2003 yili Jungo Kompartiyasi yuqumli virus SARSning portlashini yo'shirgan. Bu 2005 yili Jungoni o'z ichiga olgan 195 davlatning cheklash kuchiga ega bir qonun ma'qullashini keltirib chiqargan edi. Shartnomada bunday belgilandi. Agar qaysi bir davlat yer shari xarakterlik sog'lomlik masalasida jiddiy ahvol ko'rilganligini bilgan bo'lsa, 24 soat ichida yoki uningdan tez yoki burun xalqaro tashkilotlarga ma'lum qilishi kerak. Undaq bo'lmaydi ekan, uning qilmishiga o'zi mas'ul bo'ladi. Wagner to'liqlab turib bunday ko'rsatdi. Jungo Kompartiyasi amaliyot 2019 yili 11 oyida Jungo Kompartiyasi virusining yamirganligini bilgan. Biroq 2020 yili 1 oyda ondan Dunyo sayyoh tashkilotiga ma'lum qilgan. Sayyoh tashkiloti Troz qatorli kishilar, ya'ni rahbariy kishilar Jungo Kompartiyasining virus ahvolini yo'shirishiga yo'l qo'ygan. Davomini anglaysiz vatandosh.